Assalomu alaykum YouTube kanalimiz a'zolari. Mana bugun Oltinko'l tumanida ishimizni yakunlamoqdamiz. Xudo xolasa bu fasonimiz yangilik fason bo'ldi. Lentalari 2 qavat hisoblanib, ichkarida sheskranlik burchaklarini hisobiga 2 qavat fasonda qilib yaratdik. O'zimiz figura qilib chiqardik. Mana burchaklari ham chotki holatda keldi. Turba tanlovlarini ham o'rnatib berdik. Tanlovimizni metri 60 ming so'mdan, turbalarimizni metri 50 ming so'mdan qilib bitkazyapmiz. Hozirgi kunda uzoqdan ko'rinishi ham juda go'zal holatda bo'lib chiqyapti. Uyimiz ham skromniy, chotki holatda kelgan ekan. Mana figuralarga kelyapmiz. Sheskranlik burchaklari bor, ituyalari ham bor. Ituyani ichiga jalyuzi pardalarni ham qilib berdik. Mana burchaklariga ham ahamiyat berasizlar. Chotki holatda kelyapti. Mana jalyuzilari общий hamma yo'g'ini hisoblaganda 74 kvadrat chiqdi. Общий uzunligi 60 metr joyimiz. Hozirgi kunda 037 tunikani 135 ming so'mdan hamma rasxod ichida qilib beryapmiz. Murojaat uchun